Avvalambor assalomu alaykum. Men 8-sinf o'quvchisi Turbobek Xushukdan bo'laman va hozirgi kunda ko'plab avtohalokatlar ancha keskin ko'tarilgani uchun men bu Smart Taxi loyihasida qatnashmoqchiman. Va buni insonlar birinchi o'rinda shaxsiy biznesini, yangi imkoniyatlarni rivojlantirish uchun ochishadi, xuddi Google kompaniyasi yoki Amazon kompaniyalariga o'xshab, yo bo'lmasa shaxsiy avtomobil uchun ham bu g'oya yoqimli. Bu loyihamiz trak vositasini ham bemalol bajara oladi. Ya'ni hozirgi kunda trak haydash ancha qiyin, albatta xavfsiz. Bu professional darajada 3 ta masofa sensori, 3 ta LED, 2 ta DC motorlar bilan bemalol bajara oladi. Siz aytgan topshiriqlaringizni albatta. Qo'lda boshqarish va o'zini xavfsiz bemalol mukammal darajada harakatlana oladi. Va bu o'zi mukammal darajada harakatlana oladi. Bu yoqda bo'ya aytgandek bitta, ikkita, uchta masofa sensorlari mavjud va bu yoqda bitta, orqada ikkita LED mavjud. Bu ikkita LED asosan to'xtashni bildiradi, yo bo'lmasa orqadagi shoferga qanday xabar yetkazishi mumkin. Bu tomondan kelsa to'xtab ketadi. Hamda bu yoqda ketganda orqadan boshqa haydovchiga bildiradi. Orqadan kelib turib yubormaslik uchun mana kelsa bu yoqda. Va hamda agar ikki tomondan ham yursa, bu mashina ikkinchi harakatdan kechadi, urilmaydi. Mana svit yonda bildirdi to'xtatishini. Loyiha maqsadi odamlarning hayotini ancha yengillashtirish birinchi o'rinda va o'lim xavfini ancha kamaytirish, ya'ni avtohalokatlardan bo'layotganini